Assalomu alaykum. Surxondaryoga xush kelibsiz. Assalomu alaykum. Aka, yaxshimisiz? Qo'llaringizni charchamaysiz? Hozir mana biz kirib kelayotgan joyimiz Surxondaryo viloyati Termiz tumanida joylashgan eng so'lim go'shalardan biri Al-Hakim at-Termiziy majmuasi hisoblanadi. Majmuada 2002-yilda qurilgan muzey va Al-Hakim at-Termiziy bobomizning qabrlari, maqbaralari joylashgan. Bu chillaxonada Hakim Termiziy bobomiz o'zlari sheda chillab o'tirgan, ibodat qilgan, odamlarni davolagan, tabiblik qilgan va kitoblar yozgan. Asosiy amali bu nafs bilan kibrni sindirgan joylari bo'ladi. Surxondaryo vohasini, xalqini biri ikki bo'lsa, undan katta menga baxt, qudrat yo'q.